hududni yaratish maqsadida jinoyatchilik faqatgina undan tashqari sariq hududlarimiz 54 ta bevosita talabalarimizni o'zi ham o'sha mahallalarga biriktirilmoqda. guruhlarda, ya'ni mahallaga chiqadigan amaliy guruhlardan tashqari ilmiy guruhlarimiz bor. Bunda Assalomu alaykum. 2026-yilning 5-yanvarida mahallalarda xavfsiz hududni yaratish maqsadida prezident qaror qabul qilindi va ushbu qaror ijrosi yuzasidan Toshkent davlat yuridik universitetida Yashnobod tumani hamda Yangi Hayot tumani biriktirildi va Toshkent davlat yuridik universitetida 3 guruhga ajratilib, ya'ni ilmiy, amaliy va tadqiqot guruhlariga ajratilib, hozirgi kunda Toshkent davlat yuridik universiteti mahallalarni xavfsiz muhitda yaratish maqsadida qanday biz ilmiy yechim bera olamiz degan maqsadda ishlar amalga oshirilmoqda. Demak, ushbu suhbatimizda biz nima ishlar bo'lmoqda, ustozlar qanday faoliyat yuritmoqda, hamda misol uchun o'zi bu qarorning mazmuni nima yoki misol uchun mahallalar haqida suhbatlashamiz. Ushbu suhbatimizni amalga oshirish maqsadida uchrashuvimizga Nuriddin Shermatovni taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta, mana siz o'zingiz ham ishchi guruh tarkibidasiz va ushbu hozir mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish chora-tadbirlar doirasida siz o'zingiz ham amaliy ishchi guruhda faoliyat yuritmoqdasiz. Shu jumladan nazardan sizga quyidagi savol beradigan bo'lsam, o'zi misol uchun siz aynan xavfsiz mahalla deganda nimani tushunasiz? Endi Nodir aka, umumiy olganimizda biz hamma qadriyatlarimizni jamlaganimizda biz doimiy ravishda davlatning eng kichik bo'g'ini sifatida albatta oilani ko'rganmiz. Bu oilamiz eng kichik bo'g'in bo'lgandan so'ng u bir jamiyatlarni hosil qiladi va bu jamiyatlar albatta katta-katta mahallalar, tuman, shahar, respublika, yana shu tarzda iyerarxik jihatdan butun o'sha davlatimizni tashkil qiladigan bo'lsa, biz o'sha kichik bo'g'inimizda bo'layotganingizdek eng qon tomirimizga tushganimizda kichik oilamizdagi xavfsizlik bu mahalladagi xavfsizlik. Ya'ni farzandlarimni men deylik ishda bo'lgan paytimda yoki ko'chada ma'lum bir vazifalar bilan yurgan paytimda ularni xavfsiz bo'lishi, ularni sog'lom bo'lishi, barkamol avlod vakili sifatida yetilishlari bu mana shu mahalladagi xavfsizlik tushunchasi bilan bevosita bog'liq. Rahmat kattakon. Keling endi shu qaror qabul qilinishga o'tsak, ya'ni aynan bir qaror qabul qilishiga nima sabab bo'ldi? Qanday real muammolar sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Bir chiroyli o'xshatish qilmoqchiman Nodir aka, hozir hayolimga kelib qoldi. Biz doimiy ravishda jinoyatchilik yoki kriminal vaziyatni yaxshilash mobaynida har doim haligi daraxtni shoxlarini kesgandek, daraxtni ustki tarafini, tashqi fasadlarini chiroyli qilib qo'yganmizda, lekin uni nima uchun bargi yashil bo'lmayotganligiga biz ko'p ham qiziqmaganmiz. Lekin mana bu yangi tashabbus doirasida o'sha 2025-yildan boshlangan o'sha mahallalardagi xavfsiz muhit yaratish bo'yicha chora-tadbirlarimiz prezidentimiz o'sha paytlarda birinchi PQ1 sonli qarorlarini bevosita PQ1 2026-yilda qabul qilingan qaror bu mantiqiy davom hisoblanadi. O'z umumiy olganimizda mana shu qarorlar orqali biz endilikda mana shu daraxtimizni, deylik bir jinoyatchilik holati deb oladigan bo'lsak, daraxtimizni dastlab tomiriga e'tibor beraylik. Ya'ni u tomiri sog'lommi, eng quyiga tushadigan bo'lsak, prezidentimiz aytganlaridek, eng quyida hamma narsa joyidami o'zi degan savol. Ya'ni biz tepadan qarab turib faqatgina tashqi fasad emas, balkim eng shu jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni bo'layotganingizdek faqatgina jazolash emas, oldini olish bo'yicha eng quyiga tushish vazifasi sifatida qabul qildim men shaxsan. Rahmat kattakon. Endi men to'g'ridan-to'g'ri hozir bizni ko'rib turgan muxlislar deymizmi yoki misol uchun ko'rib turgan obunachilarimiz o'ylashi mumkin, nega aynan ikkita Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi bu masalada suhbatlashib o'tiribdi. Endi sizga savol bermoqchiman. Aynan mahallalarda xavfsiz muhitni yoki jinoyat kamaytirishga faqat ichki ishlar misol uchun organlari mas'ulmi? Ya'ni aynan biz qanday yordam bera olamiz? Bitta solishtirmadan boshlamoqchiman Nodir aka. O'sha 2025-yilda qabul qilingan PQ1 sonli farmonlarda asosiy ijrochilar sifatida albatta bu huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari, jumladan ichki ishlar organlari vakillari va profilaktika inspektorlari nazarda tutilgan edi. Ammo 2026-yilgi PQ1 sonli farmonimizga qaraydigan bo'lsak, asosiy farqlardan biri bu yerda endi ijrochilarda shaxsiy javobgarlik masalasi ham ilgari surilyapti hamda har tomonlama yondashuv nazarda tutilyapti. Ya'ni oldin deylik butun respublika bo'yicha biz bitta tizim qilamiz, hamma hududda mana bu ishlarni qilasan degan bir vazifa qo'yilgan bo'lsa, endilikda har bitta hudud, har bitta mahallani o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan holatda va sodir bo'layotgan jinoyat va huquqbuzarliklarni ham turiga qarab turib maxsus yondashuv qilish. Ya'ni bunda ham ma'lum bir jinoyatchilik o'sha birinchi navbatda
tumanda, mahallada hal bo'lishi kerak. Keyin u tuman darajasi, shahar va respublika darajasida biz ularni kamaytirib borish yondashuvini qilyapmiz. Hamda yana bitta asosiy farqlardan biri bunda o'sha shaxsiy javobgarlikdan tashqari mahalla, tuman, viloyat boya aytganimizdek o'sha yondashuv ham aynan o'sha PQ1 qarori bo'yicha nazarda tutilyapti. Endi bunda yuridik universitetini o'rniga keladigan bo'lsak, o'sha PQ1 sonli qarorda 3 yildan buyon qizil hudud sifatida qolayotgan hududlarga huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ilmiy va ta'lim tashkilotlari deylik ijrochi sifatida keltirilgan. Ya'ni bunda qo'yilgan asosiy maqsad shundan iboratki, jinoyatchilik faqatgina tashqi omillar bilan emas, balkim ichki qandaydir ilmiy o'rganishlar natijasida ham, o'sha taklif ishlab chiqish natijasida ham bartaraf etilishi mumkinligi hisobga olinib turib, aynan huquq-tartibot idoralarining ta'lim va ilmiy tashkilotlari shu ijrochi sifatida 3 yildan buyon qizil hudud sifatida qolayotgan deylik hududlarga biriktirilgan. Va bu yerda asosiy bizning yondashuvimiz endi tadqiqotlar o'tkazishimiz kerak, ilmiy xulosa olishimiz kerak va tavsiya berishimiz kerak tegishli tashkilotlarga hamda natijani olishimiz kerak. Mana shu 3 ta bosqichdan iborat yondashuv ilgari surilyapti. Rahmat kattakon. Keling yana bir savol beraman. PQ1 doirasida yoki misol uchun mahallalarda hozirgi kunda asosiy urg'u tusagan bo'ladi, yoshlar va ayollarga beriladi. Endi sabab nima deb o'ylaysiz bu narsada? Birinchi navbatda biz ham hozir ishchi guruh shtab tarkibida, ya'ni boshdan tushuntira qolaylik tomoshabinlarimizga. Hop, PQ1 qaror qabul qilingandan so'ng O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori boshchiligida bir respublika shtabi tashkil qilindi. Ushbu shtabga 20 dan ortiq tashkilotlar aynan o'sha biriktirilgan va mana shu shtabda endi prokuror, bosh prokurorimiz bu shtab boshlig'i bo'lganidan so'ng endi har bitta tuman, shahar, rayon darajalarida shtablar, situatsion markazlar tashkil qilindi va u yerda o'sha yuridik universitetidan talabalar ham, o'qituvchilar ham hamda ilmiy va amaliy guruhlardan o'sha bevosita xodimlar jalb qilingan. U yerda o'sha adliya organlari xodimlari bor, undan tashqari huquq muhofaza qilishda prokuratura o'zining xodimlari, ichki ishlar, kambag'allikni qisqartirish bandlik vazirligini hududiy bo'limlaridan, ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy bo'limlaridan ham xodimlar jalb qilingan. Ya'ni bu yerda o'sha bir qancha tashkilot bir nuqtada yig'ilib turib, muammoga endi konseptual yechim taklif qilish masalasi birinchi o'ringa qo'yilyapti. Biz mana shtab tarkibida endigina faoliyatimizni boshladik va dastlabki o'rganishlarim natijasida men birinchi Yashnobod tumanining yuridik universitetiga biriktirilgan va mana shu Yashnobod tumanidagi umumiy holat qanday degan bir savolga javob topish maqsadida birinchi navbatda o'sha Yashnobod tumanidagi aholi qatlami vakillari. Bugungi kunda Yashnobod tumanida 315 mingdan ortiqroq vatandoshlarimiz istiqomat qilishadi. Ularning ichida 161 mingtasi bu ayollarni tashkil qiladi. Ya'ni yarimdan ko'proq qismi aynan ayollar. Va taxminan 63 mingtadan ko'proq yoshlar tashkil qiladi. Keyin mana shu 2026-yil boshidan bugungi kungacha sodir etilgan jinoyatlarda ham aksari 50% dan ko'prog'i aynan 18 va 30 yoshlar oralig'idagi yoshlar bilan bog'liq bo'lyapti. Xo'p, endi bu bo'yicha hali suhbatimiz davomida yana ham o'rganganlarimizni aytib o'tishim mumkin. Hamda shu ayollarning ham soni ko'pligi bu Yashnobod tumanida mavjud bo'lgan bozor rastalarida juda ham ko'pchilik ayollarni aynan u yerda faoliyat yuritishi va mana shu faoliyat davomida ma'lum bir jinoyatchiliklarga moyil bo'lgan shaxslar bilan ko'p muloqotga kirishlari ham bu yerda ko'proq o'sha ayollar va yoshlar orasidagi jinoyatlarga olib keladigan bir nuqta sifatida, ya'ni boshlang'ich o'zimizga xulosa sifatida shuni olib turibmiz hozircha. Rahmat kattakon. Endi biz misol uchun o'qituvchilar, ustozlar universitetda ko'p nazariy fikrlarni o'qiymiz va u narsani keyincha amaliyotga joriy qilish uchun fikrlar beramiz va hozirgi kunda men Toshkent davlat yuridik universitetida shu ustozlarimiz yoki misol uchun talabalarimiz faoliyat yuritib, unga ilmiy yechim berishga harakat qilishmoqda. Endi sizdan so'raydigan bo'lsam, aynan siz o'zingizni faoliyatingiz doirasida misol uchun nimalarni kuzatdingiz, qanday bo'ldi va unga misol uchun qanday sizda fikrlar paydo bo'lmoqda? Bizda biz yuridik universitetini umumiy olganimizda 3 xil guruhlar tashkil qilindi. Bunda o'sha birinchi guruhimiz albatta amaliy guruhlar, ya'ni bunda yuridik universitetida faoliyat yuritayotgan o'qituvchi xodimlarimiz bevosita profilaktika inspektorlari bilan mahallalarda muammoni joyiga chiqqan holatda o'rganiladi. Ya'ni tadqiqot o'tkazishda endilikda ilmiy xodim
o'tirib faqatgina internetdan taqdim qilingan ma'lumotlar yoki mavjud adabiyotlardan emas, balkim joyiga chiqib turib muammoni o'z ko'zi bilan ko'ra olish bir imkoniyatga ega bo'lishyapti. Undan tashqari amaliy guruhlarda, ya'ni mahallaga chiqadigan amaliy guruhlardan tashqari ilmiy guruhlarimiz bor. Bunda ilmiy guruhlarimiz shu amaliy o'rganilgan natijalar va xulosalarni o'rgangan holatda xalqaro tajribadan va o'zimizning hududlarimiz o'ziga xos xususiyatdan kelib chiqqan holatda qonunchilikka o'zgartirish qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar ishlab chiqish masalasi ilgari surilgan. Hamda qo'shimchasiga ilmiy guruhlarimiz o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki umuman media vakillari orqali, ommaviy axborot vositalarida deymizmi, amalga oshirilayotgan ishlar va kamchiliklar va mana shu kamchiliklarga og'zaki yechimlarni taklif qilish, ya'ni faqatgina qog'ozda qolib ketmasdan buni o'sha keng aholi qatlam vakillariga yetkazish masalasi ham bularda turibdi. Undan tashqari boya yuqorida aytganimizdek respublika shtabi tashkil qilingan va mana shu respublika shtablarida tuman shahar prokuraturalariga situatsiya markazlari o'qituvchilarimiz biriktirilgan. Jumladan o'zim ham Yashnobod tumanidagi o'sha tuman prokuraturasi tashkil qilingan situatsiya markaziga biriktirilganman va dastlabki xulosalarim shunday bo'lyaptiki, Yashnobod tumani bu hozirda nafaqat Toshkentda, balkim butun O'zbekistonda investitsion jozibador hududlardan biri bo'lyapti. O'sha hammamizga ma'lum bo'lgan yangi O'zbekiston, yangi Toshkent hududlari ham Yashnobod tumaniga, Yashnobod tumani hududida joylashyapti. Yangi Toshkent shahriga qaraydigan bo'lsak ham, u bevosita Yashnobod tumanidan chegarador hududda joylashyapti. Va undan tashqari chet eldan kirayotgan o'sha tadbirkorlar tomonidan jalb qilinayotgan investitsiyalar masalasi juda ham qurilishlar sonini ko'paytirgan va bu qurilishlarda faoliyat yuritishda endi butun respublikamizning har xil hududlaridan kelib mehnat faoliyatini olib boryapti vatandoshlarimiz. Xo'p, ularning ichida endi psixologik holati buzilganlari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam daromadda qandaydir muammoga ega bo'lganlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham Yashnobod tumanida jinoyatchilik darajasi boshqa tumanlarga qaraganda biroz yuqoriligicha qolyapti. Jumladan o'sha biz qizil hududlarga biriktirilgan bo'lsa, Yashnobod tumanida 3 ta mahallamiz qizil hududligicha qolgan mana shu yaqin yillar oralig'ida. Undan tashqari sariq hududlarimiz 54 ta, yashil ya'ni jinoyatchilikdan xoli hududlarimiz bu 10 tani tashkil etyapti. Endi qizil hudud o'zi nima degan bitta savol ham vujudga kelgan bo'lishi mumkin. Nodir aka, qizil hudud deganimizda biz o'ta og'ir yoki og'ir turdagi jinoyatlar sodir etilayotgan tumanlarni, mahallalarni aynan qizil hudud sifatida e'tirof etyapmiz. Mana men o'sha so'nggi sodir etilgan jinoyatlarni taxminiy statistikasini o'zimga oldim. Bunda birinchi o'rinda turadigan jinoyat turi Yashnobod tumanida 223 ta o'g'irlik jinoyati sodir etilyapti. Undan tashqari firibgarlik jinoyati ham eng yuqori o'rinlarni egallayapti. Bu 171 ta. Hamda qotillik bo'yicha ham, ya'ni o'sha insonni hayotiga suiqasd qilish masalasi bo'yicha ham aynan Yashnobod tumani endi qo'shtirnoq ichida bo'lsa ham birinchi o'rinlarda turibdi. Va boya yuqorida aytganimizdek, eng og'ir mana shu qotillik jinoyatini sodir etayotgan aholi qatlam vakillari ham bu ko'proq yoshlar bo'lyapti. Va mana dastlabki xulosam shunday bo'lyaptiki, fuqarolik huquqi sho'basi o'qituvchisi sifatida o'z faoliyatimda kelib chiqqan holatda so'nggi kunlardagi jinoyatchilik statistikasini ham ko'ryapmanki, asosiy masala shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqyapti. Ya'ni ikkita tomon nimagadir kelishyapti, pul oldi berdisi deymizmi, yoki bo'lmasam shu yuridik shaxsni tashkil qilishda qaysidir hujjatlarni soxtalashtirish deymizmi, bunda o'sha shtamplar yoki imzolarni kimlarnikidir soxtalashtirish natijasida o'sha jinoyat tarkibi vujudga kelyapti. Ya'ni bu yerda faqatgina jinoyat alomati emas, balki undan oldingi bir qator omillar ham mavjudligini shaxsan o'zim hozircha kuzatuvlarim natijasida shuni ko'ryapman. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Endi qarang, mana hozirgi kunda bevosita talabalarimizni o'zi ham o'sha mahallalarga biriktirilmoqda, misol uchun o'tda o'rganishmoqda. Endi sizga savol bo'lishi mumkin. Nega aynan talabalar nimani o'rganishi mumkin? Xo'p, prezidentimizning P232-sonli farmonlari chiqqan, aynan yuridik ta'limni isloh qilish bo'yicha 2025-yil noyabr oylarining oxirlarida edi. Aynan ushbu farmonimizda endilikda biz faqatgina pedagogik faoliyatda ta'lim berish bilan emas, balkim ta'lim, ilm olish birinchi o'rin, ikkinchi o'rinda bu albatta amaliy masalalar va uchinchi o'rin tadqiqot, ya'ni 3 ta bosqichli ta'limga sekin-sekin mana transformatsiya bo'lyapmiz. Yuridik universiteti bu yerda endi
qilinishi kerak bo'lgan asosiy masala ta'limni-ku berib olamiz auditoriyada. Lekin amaliy jihatdan biz o'sha narsani ko'rsatmagunimizcha talabada kartina hosil bo'lmaydi. Ya'ni deylik biz qancha auditoriyada o'tirib gapirganimiz bilan ham u o'z ko'zi bilan ko'rib, qulog'i bilan eshitib, o'zi o'sha voqelikni joyiga chiqib o'rganmaguncha baribir natija bo'lishi qiyin. Va qo'shimchasiga u amaliyotda o'rgangandan keyin endi mana shu muammolar bor ekan, buni qanday bartaraf etish mumkin degan bir o'ylovga tushishi mumkin. Ya'ni bu ham deylik yangicha bir mexanizmni yo'lga qo'yishdagi dastlabki bosqich sifatida ko'rilyapti-da. Chunki talabalar orasida hamma ham amaliyotga chiqib ketmaydi. Ularning orasida deylik, bugun yuridik universitetda qolib faoliyat yuritishni xohlayotganlar, tadqiqot yo'nalishlari bo'yicha ilm qilaman degan sohamizni bir vakillari bo'lishi mumkin bo'lgan talabalar borligi uchun bu ajralmas qismi sifatida ko'rilishi kerak. Ta'limda chiqishi, o'rganishi, joyida ko'rishi va o'sha yerda qandaydir o'ziga o'zi savollarni berib, u albatta uni fikrlash doirasini o'sishiga ham ta'sir qiladi. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Albatta keling, oxirgi savol bersam. Endi mana hozirgi kunda mas'ul shaxslarni biz, misol uchun yuridik universitet ustozlari, talabalari yoki universitetimizdagi rahbariyat juda ko'pchiligi biriktirilgan. Endi vaziyatni ikkinchi tarafga qaraymiz. Ushbu qaror qabul qilingandan so'ng yoki misol uchun shuncha amaliy ishlar amalga oshirilayotgandan so'ng aynan fuqarolar ushbu vaziyatda qanday rol o'ynashi kerak? Ular nimalar qilishi kerak? Ya'ni ikki taraf ham aloqa bo'lishi uchun. Hop, birinchi navbatda yuqorida aytganimizdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qo'shimcha ravishda oliy ta'lim muassasalarining ham, ya'ni tegishli oliy ta'lim muassasalarining ham xodimlari ushbu deylik qaror ijrosiga safarbar qilingan ekan, bu yerda albatta bir tomonlama mexanizm ishlashi imkoniyati yo'q. Aytaylik, men ko'chada ishlayapman, hamma ishni qilyapman, bolaga ham qarayapman, ro'zg'or ishini ham qilyapman. Menga yordam bo'lmasa, bitta vazifani faqatgina o'zim qilishim, ya'ni deylik, davlat bir tomonda turib oramizdagi deylik fuqarolar va davlat orasidagi masofa 10 metrni tashkil qiladigan bo'lsa, 5 qadamini mana davlatimiz rahbari boshchiligida davlatning o'zi tashlayapti 5 qadam. Qolgan 5 qadami albatta vatandoshlarimiz o'zlarida qolgan holat bo'ladi. Ya'ni biz qanchalik vatandoshlik jamiyatiga e'tibor bersak, qanchalik o'sha 7 mahalla qanchalik biz o'sha vatandoshlik jamiyatiga e'tibor bersak, bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan bir qadriyatlarimizga qaytadigan bo'lsak, albatta bugun O'zbekistondagi barcha mahallalarni yashil hududga aylantirish muammosi yo'q nazarimda. O'zi umuman olganimizda ham jinoyatchilik hozir juda ham ko'p ekan deb tasavvur uyg'onishi mumkin tomoshabinlarimizda. Yo'q. Boya aytganimizdek, bitta mahallada bitta og'ir jinoyat sodir etilsa ham bu qizil mahalla hududiga kiritilyapti. Ya'ni bu strategik yo'nalish sifatida olinganligini asl sababi butun O'zbekistondagi mahallalarimiz tinch bo'lishi kerak. Bizning farzandlarimiz xotirjam ko'chaga chiqib, xotirjam uyga qaytishlari kerak. Ota-onalar farzandimni kimdir haligi giyohvandlik moddalari yoki psixotrop moddalariga jalb qilib qo'ymayaptimi degan bir xavotirlaridan ularni holi qilishimiz kerak-da endi ota-onalarimizni. Xo'p, boya aytganimizdek, xullas 5 qadamni biz tashlayapmiz. O'sha bir mana shu davlatdagi mavjud islohotlarga daxldor xodim sifatida endi qolgan 5 qadamini albatta vatandoshlarimiz, endi xususan o'zimiz ham mana shu yurt vakili sifatida, bir xalqning vakili sifatida albatta o'zimizni o'rnimizni yo'qotmagan holatda, loqayd bo'lmagan holatda deylik, o'zimizni tutishimiz kerak deb hisoblayman. Rahmat kattakon. Albatta ushbu suhbatimizda PQ1 ijrosi yuzasidan Toshkent davlat yuridik universiteti roli haqida suhbatlashdik. Rahmat kattakon sizga. Rahmat sizga.